وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Qur'on va biz nomli programmamizning navbatdagi sonida o'zinglarni va bola-chaqalaringlarni do'zax azobidan saqlanglar degan oyat haqida to'xtalamiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijara aleyha malaikatun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Sadakallahul azim. Tercümesi: ey müminler, üzerlerine ve avlatlarınlarını yani balıçaklılarını yıkılgısı insanlar ve taş buluduğun dözaktın saklanlar. Dep bulup yani Allah ayetiyor ki yıkılgısı insanlara taş buluduğun kat kol periştiler muhakkel buluduğun dözaktın saklanlar. O periştiler Allah'ın buyurganlarını kılıdı, buyruklardan çıkmaydı. Allah nemek buyurgan boşunu icra kılıdı deydi. Bu ayet-i kerimnin kıskış tefsiride Qu anfusakum ve ahlikum nara degan ayet hakkında İmam Süfyan-ı Savri rahimahullah Hazreti Ali radıyallahu anhu ve Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılıp ballarınlarını üzerine Allah'ın buyurgan işlerinden kılınlar ve avlatlarınlara ilim ve edep ahlak uyutunlar diye tefsir kılıyordu. Allah Teala'nın ki ve quduhan nas vel hijara degan ayet-i kerimning tefsirida yani onun yıkılgıları insanlar ve taşlar degende yani qanday insanlar dese şu kafirlarninki cehennemlik bo'lgan kafirlarning cesetleri yıkılgı buladigan ve taşni ilmal mufassirlar aytgan ba'zi bu taşlar ayet ijikning tabidimi sassiq kibritdan bo'lgan bir taş degan ba'zilar bu taşdan şu butlar dünya müşrikleri kafirleri çokungan şu butla maksat kılın degen yani bir ayet kerimde sile ve sizin çokulgan butlarına cehennemde buludu degen bir ayet göre. Bu firiştelerin birisi, sıfatlarının birisi nait kopal deydi. O firiştelerin kalbiden rahmet tatilip ketken, küçük namız sili rahim deydiğen nasi, kalbide rahim şefkat deydiğen nasi yok. Üzün ait güçlük, şunda bir firişteler. Muvakkil bulup durdu. Ula Allah Teala nemek bir şunu kılıp ikilim kalmaydı deydi. Bu ayetin tefsirinde mufassirler aytkan o cehennemge ehli dozaklarning evveli şu cehennem gitip kelgan vaqtida 200 ming ferishta dozakning qasqinda turib dozakhi odamga kelganda turdi ularning chiroyli shunda betbeshara. Hatta ular shunda yo'g'on deydi. Bir ucharliq birisining kelimasidan ma mürislik 2 aylık masafada uçsuma mayan yetip berip bulanmadık derecede ustahallarına gavurlik kupqarıç mühdep periştelerden 4000 perişte iki taraf tuturdu deydi. Anından keyin resmi işikten tüyükege vaqtida 19 perişte dozakning resmi muvakkal periştelerden 19 perişte darvazdan tüydü ba. Bunu eklep de şu dozak yani taşlamasdan bütün dozakning işiklerine aylandırdı ekan. Dozakninki atroflarida ham aylanib bo'lgandan keyin bir aylanib chiqilib har ishga qarasa mushqiyapet. Har darvozaning ustida 4000 malaika anadan keyin rasmiy cho'ng darvozaninki chirish eg'izida 19 nayti ko'rimsiz nayti ustaxonliq kuchlik menda ferishtalar dozakni qo'g'dab turgan. Buni ko'rsatgandan keyin anandan keyin dozakka kirib bo'lgandan keyin dozakka xalgan ferishtalar belgilangan ishlardan insonlarni chekizadi deydi. Asli bu dozak kafirler için teyyalangan. Şunda Cenab-ı Allah bir chiroyli xitob qilib, ey mu'minlar,
Yani bir ayet kerimde deydi. Sizler kafirlarga tayyorlangan ma do'zaxdan saqlaninglar. Asli bu do'zaxga mu'minlar chemeydi. Şundan bir ayet kerimde ma yef'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum deydi. Allah sizlarni azoblab nim qiladi. Agar sizlar Allohga shukr etsanglar, iymon etsanglar, sizlarni Alloh taolo do'zax azoblab nim qiladi deydi. Alloh taolo bir bandasini do'zax serishini izlamaydi. Ama Allah'ın adaletini taqozo qiladiki, bu dünyada yaxshi ishlarni qilib, kishilarga insonlarga manfaat berib, yaxshilik qilib, insonlarga Allohning maxluqotlariga qilganlarga jannat bilan mukofotlash, bu dunyoda eskilik qilib va kishilarning haqqini yeb, kishilarga zulm qilib o'tganlarni jazolash bu Allohning adolati va aqlimiy mantiqimizni qabul qiladigan bir hukm bu endi. Şuna muşu do'zaxga o'zinglarni chirib qolmanglar, avlodlaringlarni chirib qolmasin deydi. Endi ulamolar o'zimizni va avlodlarimizni bu do'zaxdan qanday saqlaymiz degan tushunchaga kelib, bu vaqtda bir to'xtalgan. O'zimizni do'zaxdan saqlash, Allohning Rasuli ko'rsatganlarga amal qilish, shariatning belgilariga amal qilish, Allohning Rasuli cheklaganlarni yenish orqali o'zimizni do'zaxdan saqlaymiz. Bulupmu haram kılınan işlerden jirak duruş, haram yegen cesetninki çokum o cehennemde kuyulganlıkı hakkında nurgulanan ayet hadisler var. Bulup insan şu gileni haramdan saklaş arkalık do'zaxdan saqlanalaydı, tevhidni mustahkamlash arkalık do'zaxdan saqlanalaydı. Mesele evlatlarımızdan qanday saqlaymiz degende. Biz o şeriatning buyurganlari boyunca Allah'ın buyurgan, Resulullah'ın buyurganlarını menip çekligellerini yenip yaşasak do'zaxdan saqlanadi ekanmiz. Hem de avlatlarımız şu degende, avlatlarımızın ulamalar aytgan, ularga ta'lim terbiye ve yani ügütüş ve adab ahlak bilen terbiyelash. Muşu iş bilen hem ballarını do'zaxdan saqlayalash deydi. Hem ballarımızla şer'i bilimlerde ügütüş, ularni do'zaxdan saqlaganlik. Yani bir şu ballarımızda Allah'ın ki Resulü buyurganlarga köndürüş, Allah'ın Resulü toskan işlerini ularni yenişke adetlendiriş arkalık. Hatta biz ballarımızda ettigende namazlarga bulup kupuruş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste muru abnaakum bis salat iza balagu sab'an vadribuhum iza balagu ashra. Ve farriquhunna beynel madaji degan. Yani ballarınla 7 yaş chiganda ularni namoz o'qishga buyuringlar dedi. Oğlum, ya kızım, siz 7 yaş chirdingiz, bugünden tatip namaz o'qing deb, ularni 5 namoz o'qishga ko'ndirishimiz lozim. Ular 10 yoshga chigan vaqtida uni namoz o'qiganmasa, adablab, qo'rqitib, cho'qim bu namozga odatlantirishing kerak. Bolalarning 10 yoshga chigan vaqtida ularning ham yetib bo'lgan to'shiqlarni ayirib o'tishing kerak deydi. Shuni biz bolalarimizni shunda shar'iy ilmlarga odatlantirish orqali bolalarimizni do'zaxdan saqlaymiz, saqlag'il bo'ladi. Avlodlarimiz hammamizning yurak farlari o'zimiz najot tepib, avlodlarimiz do'zaxga hukm qilib ketib qolsa, ashqasimizniki qalbimiz mutmain bo'lmaydi, rahat topmaymiz. Shuni o'zimizmi Allohning Rasulininki ko'rsatgan yo'l bo'yicha manganga o'xshash avlodlarimizning kelajakda Allohning Rasulininki belgilangan bo'yicha mengishga o'g'itishimiz kerak. Ulamolar Qur'on-i Karimning oyatlari, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra, mush avlodlarning do'zaxdan saqlanlar deganda, ya'ni ularga yaxshi ta'lim beradi. Ta'limni ulamolar aytgan, bu shar'iy bilimlar bilan birga dunyolik kasb o'rgatinglar degan bo'ldi deydi ba'zi mufassirlar. Ularga bugungi kundagi taxassus xos shu kasbiy ilmlardan o'rgatish kerak. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimda nurg'ulg'an oyatlar bor. Masalan, fa iza quziyatis salatu fantashilu fil ard wabtaghu min fazlillah. Farz namazını o'qilib bo'lgandan keyin, shu juma namazı o'qilib bo'lgandan keyin insonlar zamonga tarilib Allohningki nimsini tilanglar deydi. Ya'ni tijorat, dehqonchilik, fan-sanat ishlar bilan shug'ullanish orqali sizlar Allohning rahmatidan tilanglar, ya'ni halol kun elishga tirishinglar, halol jinongni baxsh tirishinglar degan bo'ldi. Shuning uchun hadislarda keladi, butun payg'ambarlarning o'z qulining amigi bilan turmush kechirganligi, yani hatta hadiste o'zining ta'rifi bilan yashash eng bu afzal ulug' insonlikning belgisi degan. Shuni bolalarimizning kelajakda kishining quli qarab qolmay, harom yeb sanmay, halol yeyish uchun bularga shar'iy bilimlar bilan birga mush fanniy bilimlarni birga o'tishniki zo'rligini
mush ayet kerimden çıkıdı. Endi nurgullan kişiler ata-onalar bugungi kunda buni zıtlaştırıp algan. Ba'zilar şu şer'iy bilimler ögetsek boldu deb şer'iy bilimlerge ahmiyet birdiganlar çıqqan. Ba'zi ata-onalar bugungi kunning taqozosi uchun bolalarga faqat lakin fanniy maktablarda o'qitishlarla kifoyalanib qolgan. Mana bu ikkisining birisi bilan bolalarimizni do'zaxdan mukammal saqlayolmaymiz. Do'zaxdan mukammal saqlashning yo'llari her ilimge ahmiyet berish. İnsan tırsı qıgıl bulandı, qıgıl buludu. Bunun bugungi kunda bunun örnek süptil bir qancha maktablar barliq keldi. Şu kesbi bilimlarni, hatta fanniy maktabning bilimlariga yordam beradigan, shunga bilan birga şeriat bilimlerini öğütüdüğün, Arapça öğütüdüğün, hadis tefsir fiqhlarni öğütüdüğün, yani ademi buluşunu öğütüdüğün ilimlerini bildi balalarımızı okusak buludu. Bunun hem izlensek şiraitler var. Üzerine ve bütün Şarkı Türkistanlık halkımını mana şu balalarımızı terbiyeleşke qattiq sal qarmasak, hatta özümüzni terbiyeleşke hem sal qarmasak, özümüzni terbiyeleş için bugünkü günde nurgullan yaxshi kitaplar var, yaxshi ustozlar bilan hamsohbat bo'lsak, yaxshi kishilar bilan hamsohbat bo'lsak, shu orqali dinimizni o'rgansak, inshaalloh do'zaxdan o'zimizni saqlay olamiz. Bu dünya nayet qisqagina bir dünya, dünyanınki naz nimetlerge aldanıp, gaflet yetip hayatımızı ötküzüp ötmeyle. Bugünkü günde insanlarni kardan chiqarayotgan narsa şu telefonga haddidan ziyada qarash bilan birga şu ko'plaganda kesib qilmaydigan uyqu insonni bekor qilayotganligini ko'ryapmiz. Hatta nurg'ulg'an oilalarda şu ba'zi ayollarning uzun erlaridan shikoyat qilib kelganligini anglayapmiz. Etkendan kechgacha ba'zi 6-7 soat, hatta 10 soat qishlik telefon o'ynaydigan, tur o'ynaydigan hayotini o'tkazib o'tganlar va shuning bilan birga o'zining bolalarning ne dunyolik kasbiy ilmlar va oxirat shariat, oxirat isqidigan shar'iy bilimlar buni egallashiga ata-onalar ahamiyat bermagan, kor bo'lmagan. Bu albatta ata-onalarning ustidagi bir mas'uliyat. Ata-onalar cho'qim o'zini isloh qilishga ve şundakla farzandlarini, avlodlarini isloh qilishga tirishishi lozim. Ve ahiru davana elhamdülillahi robbil alamin.